Yemi atlı qara. At bolsa şunçal bo'ladi. Atda susun bolsa maşallah. Maşallah at bolsa şunçal bo'ladi. قطع يا قيصر قطع قطع صبع جديدك ما قلت لك وديع وحط يخليك. Assalomu alaykum begemotlar, YouTube kanal kuzatuvchilar. Akalar, bugungi kun barchangizga xayrli bo'lsin. Bugungi chiqarish Namangan O'chquronni akalarim. Ulug'bek hamdan bugungi bir ajoyib oldin bir yaxshi oti bor ekan. Like ta bosib, bizni qo'llab-quvvatlab tursinlar. Men otni batafsil ma'lumotlarni Ulug'bek hamda o'zdan beraman. Videoda xato kamchilik bo'layotgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Bunday bo'lsa, o'z videolarimizni Namangan O'chquronidan boshlaymiz. Ulug'bek aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamayapsizmi aka? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Rahmat, Allohga shukr aka. Xo'p, Ulug'bek aka, inshaalloh bugungi obunachilarga oldin otam aka. Xudo xohlasa yakka otiga. Bo'ldi. Buni laqabidan boshlaylik aka. Spartak uka. Laqabi Spartak. Yoshi nechta aka? Bo'ylari nechta uka? Bo'yi bir 75 ga yaqin, 70 plyusga olsin. Aha. 70 ga olsin, o'lchab olaversin kelib. Qolgani bonus. 70 dan tepasi bonus bo'lib qoladi aka. Ulug'bek aka, buni zoti qanday aka? Xabaringiz bormi? Smeshda uka, Yevropa. Aralash bor-a? Aralashdi. Bo'laveradi. Xo'p, Ulug'bek aka, sizning qo'lingizga kelganiga qancha muddat bo'ldi otni Spartakda? 3 hafta bo'ldi. 3 hafta. Aha. 3 haftadan beri qo'lingizda turibdi-da endi. Bizi qo'limiz turibdi, eti balandida. Buni telefon qilsa, mana Jizzaxli akalarimiz ham kelib ko'rib ketishgan. Bu bizga Bishkekdan kelgan. Ana tablolari bor o'zi. Bishkekdan kelgan, va akalar ham savdo qilgan, savdo bitmagan. Shu tufayli qo'limizda qoldi. Biz o'rtadagi odam-ku. Hozirgina turib qolibdi-da ota. Ha, turib qoldi. Endi biron omonati. O'zimiz yengil ko'ryapmiz, gashtaglarda ro'zicha ham ko'rildi-yu. Lekin katta yig'inda ko'rganimiz yo'q. Omonatda bu. Ulug'bek aka, gashtagi uloqlarni topib ko'rdingiz? Albatta. Ko'ngildagidaymi? 150 otdan tez ukot. Ha, ketishlari. Hozir ko'rasiz hammasini. 150 otdan tezlik qilmasa mana shu ot padarga uka. Bo'ldi. G'iybatchilik kuyib o'lsin. Ulug'bek aka, Gapiradigan gap emas endi. men bir yaqindan Achib to'rtyoqlarni ham tortib qo'ying aka. Hamma yo'g'ini torting uka. Keyin qolgan ma'lumotlariga o'tamiz mana akalar. Bahodir bosiqlarni ham ko'rsatib qo'y tortgandan keyin. To'xtab bitta to'rtyoqlarni tortib qo'ydik uka. Mana akalar. Tablolarini torting uka. Ana S Spartak. Tojda nimasi ham bor ekan tepasida? Qirol. Mana akalar. Endi qiynamagan sababi eti o'ta baland tortib turib qoldi-a. To'g'ri aka. Jonivor yaxshi narsa ekan-a, ko'z tegmasin akalar. Bo'ylarini Otni ham blatnoyda uka. shunday ekan. Ha, Xudo xohlasa. Ko'z tegmasin aka. Ko'rgan odam olmasa ham Bir ko'rgan odam ham bari havas maqtab qo'yadiganda. Xudo xohlasa, Ulug'bek aka, nima desam bo'lar? Ko'cha-ko'yda minib yursangiz ham bir maza qilib, Uyri ham zo'r ekan otda. kerak. Tanish odam otda, uyurlari ham, mana zotga qo'ysa ham bo'ladi. Uyur biyalarga tushunavermayman, ha deganda aka. Shuni ham bir so'ramoqchi edim. Uji hozir uyur sezon ham kelyaptimi? Albatta. Uyuri ham bor. Uyuri bor, uloqlari bor ekan, Xudo xohlasa. Olgan odam xullas qissa qilib aytganda maza qiladigan ot. Kuydirmaydimi aka? Kuydirmaydi Xudo xohlasa. Kuydiradigan qilib bermaymiz uka. Narxini ham Xudo xohlasa qulay qilib beramiz uka, yengil qilib. Endi kimdir qo'lda shu otlar chiqyapti, falon pul, uni aytavergan bilan uka o'zimizga o'zimiz negativ ko'payapti. Baribir mevali daraxtga tosh otiladi uka. Albatta. Muammosizda u. 18 yil, 20 yil bitta dasturxonda non tuzimiz yeb ham orqamizdan pichoq sanchib ketganlar yo'q. To'g'risida? Endi o'sha o'zingiz mashhur gapingiz, Albatta. daraxtda doim tosh otiladi. Otiladi. Shuning uchun Endi menga ham negativlar bo'lyapti. Endi aka, nima desam bo'ladi? Orqangizda gapiryapti turganlar bor. Bor. Siz orqangizdan gapiryaptimi? Demak, oldindasiz, orqaga qarashda hojat yo'q aka. to'g'ri aka. Bosaverish kerak oldiga qarab. Xudo xohlasa. Bundan oldin ham bo'lib kelgan, bundan keyin ham bo'laveradi aka. Bo'ladi, savdo. Endi siz unga parvo qilsangiz, o'zingizni yo'qotib qo'yasiz. Xo'p aka, buni narxi necha pul? Uka narxini yana yonsa yonib o'lsin aka. 4300 dollar uka. 4300 dollar. 4300 dollar kami bor, savdosi bor. Bozorga qarab olsin. Mendan bozorga qarab savdo qilib olsin. Qand olsin. Rahmatini aytsin. Bo'ldi aka. Xo'p, Ulug'bek aka, inshaalloh otimizda Spartakda 7 ishtisi, sog'lomlari, uloqlari hamma joyida aka. Otvoz bo'lsa biladi, mana 7 ishtisi hamma yemga baquvvat uka. Yoshini 1 yosh, yarim yosh nari beri demasa, egasi tanish, bir qo'lot 9 yasharga bergan. Bahorga 9. Xohlasa egalarini telefon nomerini beramiz.
gaplashib olishaveradi uka. Bo'ldi. Ulug'bek inshaalloh qiziq akalar aloqa chiqishadi, Albatta. qo'ng'iroq qilishadi. Batafsil ma'lumotlar telefonda o'zi Xudo inshaalloh qilib xohlasa. yetkazasiz. Uka otni yengil qiynab chopishini ko'rsatib qo'y, borish kelishini. Bu Qo'y chopmaydi ham deb yurishmasin. Qamchi ishlatmay hayda. Ana akalar. Yaxshi jo'nar ekan Ulug'bek aka. Tez ot qaytarib qo'yapti. Bu yoqqa qo'y to'laydi kadrda. Mana akalar. Bo'ladi, hozir ehtiyot bo'ling. Xo'p, Ulug'bek aka xudo xolasa qiziq akalarimiz aloqa chiqishadi, qo'ng'iroq Albatta. qilishadi aka.